Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, odamlarning orasida bir muammo bor. Qaynona kelin o'rtasidagi munosabatda. Aksar odamlarda qaynonalar har qancha yaxshi bo'lmasin, kelinlar har qancha yaxshi bo'lmasin, shu muammo bo'lib turadi. Ular bir-birini yoqtirishmaydi. Bir voqea o'qidim. Bu ish sahobalarning davrida bo'lgan ekan. Sizlarga ham aytib beray dedim. Bir yigit Urva degan bir arab bolasi va Afvo degan bir qiz haqida. Bular yoshligidan birga katta bo'lishgan, birga o'sib, bir-birini yoqtirib qolgan. Judayam haddan tashqari o'rtalarida bog'liqlik paydo bo'lgan. Shunda bularning nikohiga o'sha davrning eng buyuk kishisi, yer yuzidagi eng ulug' kishilardan biri Hazrati Ali roziyallohu anhuning o'g'illari Imom Husayn o'rtada turib, shu nikohga sabab bo'lgan ekanlar, ya'ni ikkovlarini qovushtirib qo'yishgan. Hamma endi o'ylab ko'ring, Imom Husayn o'rtaga tushgan nikoh qanaqa nikoh bo'ladi? Hamma xursand-u, faqatgina Urvani onasi kelinni yoqtirmay qolgan ekan. Yoqtirmay o'rtalarida bir gap so'z o'tib, keyin o'g'liga shu xotini bilan ajrashishni talab qilib qolgan ekan. Kuyov bola bechora hali u deb, hali bu deb onasini ko'nglini og'ritmaslik uchun harakat qilib yurib hech eplolmabdi-da. Oxiri onasi rasayam jazirama issiqda yalangoyoq tashqariga chiqib qolgan ekan. Bolam, yo meni o'ldirasan, yo shu xotining bilan yana yashashda davom etasan deb turgan ekan. Shunda o'g'il bechora onasiga oq bo'lishdan qo'rqib xotin bilan ajrashgan ekan. Endi qarangda, shu joyda bir ajoyib gap aytgan ekan o'g'li. Onajon, siz shunaqa deyapsiz-u, men o'lib qolaman degan ekan. Shunaqa yaxshi ko'rar ekanda ayolni. Baribir onasi unamabdi, ajrashib ketishibdi. Shu bo'yi bola na ovqat yemay, na suv ichmay, juda qiyin ahvolda qolgan ekan. Juda ozib ketgan. Hattoki tarixchilar aytadiki, shunchalik ozib ketganki, yuzida chiziqlar qolgan xolos deydi. Ko'zini qayerdaligi, qoshini, burnini qayerdaligini chizib qolgan xolos. Ko'k hushidan ketadigan bo'lib qolgan. Shunda ayoli ro'molini berib yuborgan ekan. Juda o'rtanib ketganda, qiynalib qolganda, shu ro'molini hidlab olar ekan, yoki hushidan ketsa, yuziga o'sha ro'molni yopar ekanlar. Shunda o'ziga kelar ekan. Juda ham shu o'lim holatiga kelib qolganda qo'rqishib Ka'bani oldiga olib kelishgan ekan. Shu paytda mashhur sahobiy Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng katta shogirdlaridan biri Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma Masjidil Harom deydiganlar. Shu kishini oldiga olib kelib yotqizishgan ekan. Hazrat, bu bola yomon holatga tushib qoldi-yu, kasal bo'lib qoldi, duo qiling. Yaxshi bo'lib ketsa ajab emas desa, keyin haligi ro'molini yuziga yopirgan ekanda, ro'molni ochsa, shunaqa ahvol. Juda ham holat tang. Shu yerda shu bolani o'zini holatini aytgan she'ri bor. Arablar bilasizlar, juda she'rga usta bo'ladi. O'zini dardlarini shu she'rga solib aytgan ekan. Ammo hech qancha o'tmay o'sha kuniyoq vafot qilib qolgan ekan. Vafot qilgan, buni vafoti haqida xabarlar borib u kelinga ham, qizga ham yetib borgan ekan. Shunda
qiz ham shu yaqinlaridan izn so'rab qabrini ziyorat qilsam deb kelibdi-yu, meni biroz xoli qo'yinglar debdi. Borib qabrning ustiga o'tirib yig'lab 3 kunda na bir narsa yemay, na bir narsa ichmay qabrning tepasida bu qiz ham yo'qotib qo'ygan ekan. Keyin ikkovlarini ham shu joyga qo'yishgan, u qizni ham yoniga qo'ygan. Tarixchilar aytadiki, shu ikkovlarning ustidan bir daraxt o'sib chiqqan deydi. 2 daraxt o'sib chiqqan. Ikkala daraxt odam bo'yi bo'lib, u arab yurtlarida daraxtlar unaqa baland bo'lmaydi. Odam bo'yi bo'lib qoladi. Odam bo'yi bo'lib bir-biriga chirmashib ketib qolgan deyshadi. Hozir ham shu daraxt bor deyshadi. Makkadan shu Yaman tomonga yurishda. Ibratlanarli narsa shundaki, kuyov bolalar kelin bilan qaynonani o'rtasida juda ehtiyot bo'lib, o'rta chiziqni topib, ikkovlarini ham ko'yniga qarab, qaynonalar nega bunchalik hasad qilib qoladi? Go'yoki o'g'li shu kelin tomonga o'tib ketgan bo'ladi. Uning nazarida. Kelin tomonga o'tib ketib qoladi. Shunda qaynona o'zini ichidagi haligi rashq bilan hasad bilan aralashib, qarang, shunday odamlar bo'lsa ham hazzakam odam bo'lmagan ular. Sahobalar o'rtaga tushgan voqeada shu qaynona o'g'li ona qo'ying unday qilmang, o'lib qolaman desa ham ajratib olgan ekan. Haqiqatdan aytganda bola ham o'lgan, kelin ham o'lgan, bir qaynonani qaysarligini deb. Nima demoqchiman? Kuyov bolalar, onangiz ayolingizni yoqtirmayaptimi? Siz onangizni dardini oshirmang. Ya'ni ayolingizga o'tib ketgan bo'lib ko'rinmang onangizga. Ayolingizni yaxshi ko'ring, ammo onangizcha bu narsani bilib olishlari shart emas. Onangizni yaxshi ko'ring, ayolingizcha bu narsani bilib olishlari shart emas. Ya'ni o'rta chiziqni topa oling va ikkovlarning o'rtasida dushmanlik paydo bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lish kerak. Salomat bo'linglar. Shu bir ibratlanarli narsani sizlarga aytib beraydim.